sovg'angizga qarab qolgan joyim yo'q, tushundingizmi? Sovg'angiz boshingizdan ordona qolsin. Men sizni sovg'angizni kutib yashaganim yo'q. Hech qachon kutmayman. Yaxshiyam baxtimga aka-ukalarim bor, otam bor. Sizni sovg'angiz mana sizga kerak. Tuplamasdan gapiring. Sizni basharangiz tuplik bob bashara bo'lib turibdi, tushundingizmi? Zato sen ichida yuribdi shu bashara. Nima sovg'a bermaysiz menga? Ayol zot sovg'a olib turish kerak. Deb yig'lashim kutyapsizmi? Hayotda siz uchun men ko'z yoshlarimni to'kmayman, tushundingizmi? Sizni sovg'angizga ham, o'zingizga ham bir tiyin. Mana sizga. To'xta degan ekanlar, meni oldinga ishib, birdan vahima qilasan. 8-martga men senga sovg'a tayyorlab yuribman, men senga sovg'a olmoqchiman. Yo'q. Ha, degan ekanlar. Yo'q. So'ra oldim. Nima? Aytayim. Gelik. Qachon berasiz o'sha gelikni? To'xta, oldin men kichkina o'g'lingga bitta velik olaylik, keyin shu o'lmasam senga bitta gelik olamiz. Darmayt ekansiz.